Assalomu alaykum aziz bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Mana yana bitta obyektimiz 100% remontlar bitgan holatda olamiz. Bu Samarqand viloyati Urgut tumanida bo'lgan bu ishimiz. Bu patologik qismini hamma rasxotini ichida gaplashganmiz, uy egasini ovoragarchiliksiz holatda. Buni razmeri 23 metrga 42 metr. To'yxonamiz ob'yom. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Sifatli, ishonchli qilib taxlab beramiz, xudo xohlasa. Podpiskani ayamang, laykni bosing, kommentariy yozing. Bizni qo'llab turing. Kimga shunaqa obyektlari bo'lsa, tanishlariga jo'natib qo'ying. Tez, sifatli, ishonchli qilib taxlab beramiz. Bu xizmatimiz 1 kvadrati 500 ming so'mdan olingan, joyda kvadratiga. 1000 kvadratli to'yxona 500 millionga gaplashilgan. 50 kun ish kunida tugatib berganmiz.